Ulug' Ramzan oyida Xitoy kommunist ishg'olchilarining Sharq Turkistonda musulmonlarni haqorat qilib, aroq ichish musobaqalari o'tkazganligi xabar qilingan edi. Yaqinda Xitoy ommaviy taratqularda e'lon qilingan sin ko'rinishlarga asoslanganda, Qashqar viloyati Qo'g'liq noyasi Jayterak yezisida Qadr kechasida doiralarning Uyg'urlarni bir yerga to'plab, pivo ichish musobaqasi o'tkazgan. Hamma yerda aroq va tamaki setishni majburiy qilgan Xitoy har yili Ramzonda bu zamonaviy madaniyatni ilgari surish nomida bu xil faoliyatlarni uyushtirib kelmoqda. Ko'zatchilar Ramzonda o'tkazilgan bu xil faoliyatlarning Uyg'ur musulmonlarining diniy e'tiqodiga haqorat qilishni maqsad qilganligini, buning diniy va millatidan yiroqlashtirib, xitoylashtirish va assimilyatsiya siyosatining bir parchasi ekanligini bildirdi. Xitoy o'lkalaridagi Uyg'urlar Tungallarga o'xshash qisman diniy erkinlikdan foydalanib ro'za tutish va boshqa ibodatlarni qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin doiralar bu yil cheklamalarni kuchaytirib, Uyg'ur o'quvchilarning ro'za tutishini butunlay cheklagan. Hatto Xitoy o'quvchilar bilan birlikda cho'chqa go'sht selingan tomoqlarni yeyishga majburlagan. Zimiston to'rining ziyoratini qabul qilgan Shandong o'lkasidagi bir o'rta maktab o'quvchisi maktabdagi barliq Uyg'ur o'quvchilarning Ramzon oyida tomoq yeyish kerakligi, Xitoy o'quvchilariga o'xshash cho'chqa go'sht yeyishga majbur bo'lganligi va ularning ro'za tutishiga ruxsat qilinmasligi haqida markazdan buyruq kelganligini aytdi. Uyg'ur o'quvchilarning diniy faoliyatlarga qat'iy ruxsat qilmaydiganligi, hatto duo qilganligi bayqalib qolsa, bevosita Sharq Turkistondagi yerlik doiralarga topshirib berilganligi bildirildi. Xitoy virusi yuqumiga qarshi vaksina va dori tadqiqoti davomlashayotgan bir paytda Xitoyning sharq shimolida yangi bir yuqum to'lqini ko'tarildi va virusning o'zgarganligiga doir savol ishoratlari paydo qildi. Yangi bayqashlarga asoslanganda Xitoy virusining yoshirin mazgili 1 yoki 2 haftadan texim uzun bo'lishi mumkin. Xitoy doktorlari sharq shimoldagi o'lkalarda yuqumlanuvchilarning o'xshash bo'lmagan shaklda o'ttirg'i chiqqanligini bildirdi. Xitoyning donliq jiddiy kasallar mutaxassislaridan Chuxayboning bildirishicha, Xitoyning sharq shimoldagi ba'zi shaharlarda bayqalgan yuqumlanuvchilarning virus ip yurgan vaqtining Wuhandagi bemorlar qaraganda texmi uzun bo'lgan va saqaygandan keyin tekshirish natijasining manfiy chiqishi uchun uzun vaqt ketgan. Wuhan virusi yuqumini yaxshi kontrol qilmaganligi sababli Xitoyni ayblab kelayotgan Oqsaroy 20 betlik bir doklad e'lon qildi. Dokladda Xitoyning iqtisodiy siyosatlari, harbiy urlashtirishlari, kishilik huquq tajovuzchiliklari va yolg'on tashviqotlari bulongchilik deb ataldi. Dokladda Xitoyning rayondagi harbiy kuchini oshirishi, tor jasusligi faoliyatlari bilan shug'ullanayotganligi tilga ilingan bo'lib, Xitoyning bulongchi iqtisodiy siyosatidan voz kechadiganligi haqidagi va'dalarini amalga oshirmaganligi tanqid qilingan. Trump hukumatining qarashicha, Amerikaning Xitoyga qaratgan diplomatiya siyosati unum bermagan bo'lib, kelgusida Xitoyga bo'lgan besimini texmi oshirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi yozma bayonot e'lon qilib, Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeoning Tayvan rahbari Tsai Ing-wenni prezident deb ataganligiga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni mundaq dedi. Amerika davlat ishlari kotibi Pompeo bayonot e'lon qilib, Tayvan rahbari Tsai Ing-wenning vazifaga o'ltirganligini tabrikladi va uni atalmish prezident deb atadi. Hamda Amerika Tayvan sherikchiligini maqtadi. Amerikaning bir qism hukumat amaldorlari va bir qism Amerika siyosiyonlari Tsai Ing-wenni silliq tabrikladi. Amerikaning yuqorqi harakatlari bir Xitoy prinsipi va Xitoy Amerika 3 birlashma bayonotining belgilamalariga egri xiloflik qilib, Xitoyning ichki ishlariga egri darajada aralashdi. Xitoy buningga kuchli g'azabini ifodalaydi va uni ayblaydi dedi.